o'zi bu yana nimasi bo'ldi qishloqqa? Nima bo'pti? O'tiribman, maza qilib o'zimni taqdimda. Sen yana kreativdan o'zingga mana bu sassiq narsalarni oldingmi? Nimasi sassiq bu san'at asari bu? Ajdarni boshidan o'zingga taxtiyasi olganingga o'laymi? Matsanjon, kreativni sen menga berdingmi? Azobini ham sen tortasan. Ha, bu ishim uchun meni afsuslantirding qishloqqa. Demak, o'z vazifamni bajaribman-da. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Artifakt. Va bu qishloqqa meni voy la'nati bu sassiq narsalar yana kelib olibdi. Bu qishloqqa meni jonimga tegdi. Kreativni olgandan beri shu. Ha, o'sha kun hech qachon yodimdan ko'tarilmaydi. Birinchi marta kreativga o'tab xohlagan narsamni olardim. Tushunmaysan-da. Tushunishni ham xohlamayman qishloqqa. Bo'ldi, jonimga tegdi. Bularni hammasini yoqib yuborish kerak. Hammasini oxirgi donalarigacha. Hattoki bilasanmi, seni ham uying yoqaman. Ha, seni uying ham nima kerak o'zi? Meni uyim nima kerak? Balki seni uying nima kerakdir, ha? Yo'qki. Ezib yubording. Uyimda nega yo'qasan? Pachoqali. Mana seni uyingga shapkam ye. Nega portlamaydi bu pachoq uy? Qishloqqa bu yerga kel. Menda buni hamma seni tugatishga taklif bor. Sen meni bir soniya bo'lsa ham eshit. Bu yoqqa kel, meni senda ajoyib bir taklifim bor. Mayli, eshitaman, lekin qimirlasang nima bo'lishini bilasan-a? Mayli, shunisiga ham rahmat. Xullas, meni eshit. Kel, bellashamiz. Masalan, yerto'llar jangi. Yutgan kreativga ega bo'ladi. Yutqazgan esa ayriladi. Yo'qmadi. Endi bor narsa uchun kurashaymiz. Endi borligi esa menga umuman xalaqit bermayapti masalan. Menga esa xalaqit beryapti. Tushundingmi? Seni shunchalar ezib yubordimmi? Ha, mayli, sen bilan bellashaman. Agar yutqazsang, seni ezib yuborish bundan ham oson bo'ladi. Lekin agar degan joy bor, sen yuta olmaysan. Epik perexod, meni g'olib bo'lishim aniq bo'lsa, sen undan ko'ra ayt. Mana shu blokni ishlataveraymi? Yo'q, bironta epik blokdan ol, temirga o'xshagan. Redstone bo'ladi. Qishloqqa vona qo'yasiz, endi kreativni tortib oladigan paytlarim ham kelibdi-ku. Qayerdan bilasan? Balki sen birinchi marta kreativdan ayriladigan davrlar kelayotgandir. Buni hali video oxirida bilamiz. Do'stlar, kimni yutadi deb o'ylaysiz? Agar meni bo'lsa, like bosing, qishloqni yutadi deb hisoblasangiz obuna bo'ling. Pachoqali, meni hamma yaxshi ko'rishdan foydalanib milliard obunachi to'plamoqchimisan? Seni kimdir yaxshi ko'rishiga shubham bor. Meni yaxshi ko'radiganlar tiqilib o'tibdi. O'zi hamma shuni deb obuna bo'lgan. Mayli, seni gaping to'g'ri desam qutulamanmi? Bo'ldi. Yerto'lani qurish vaqti yetib keldi. Faqat polisdan chiqibdi. Meni Rostovning yerto'landa shunaqa narsalar bo'ladi. Sizlar-ku piramidaga o'xshab mustahkam bo'ladi. Bo'ldi, yo'q, qishloqqa meni eshitmaydi. Birinchi xonamiz esa tugmali xona bo'ladi. Bu yerda millionlab yoki osmonlarda uchib yuribsanmi, Artijon? Seningcha men kabada yozishni bilmaymanmi? Bilaman. Parraklarni hozir ishlatmaslikka qaror qildim. Bularni oxirgi bosqichda ishlataman. Hozir qurayotganimdan chiqib ketish uchun esa qishloqqa dastakni topish kerak. Mana bu sandiqda dastakni solib qo'yamiz. Boshqalari ham bo'sh bo'lmaydi. Ba'zilarida aslaha, ba'zilarida esa ovqat bo'ladi. Bunisi esa qishloqqa uchun kichik sovg'a. Narsalarni olishga esa mana bu maxluqlar xalaqit beradi. Endi 3-xonaga o'tamiz. Bu xonada labirint bo'ladi, lekin u umuman qishloqqa uchun emas. Oynalar qo'yamiz. Bu yerda redstone blok, komparator va yana o'zgalar redstone o'zgartiramiz. Tayyor. Endi redstone kelganda porshalar yonish o'rniga o'chadi. Tekshirib ko'ramiz va hammasi ishlayapti. Ozgina parkur, men ularsiz yasha olmayman. Qishloqni esa parkurni ko'rgani ko'zi yo'q. Hozir qurayotgan uskuna qishloqqa aslahalar beradi. Bu qavatda aslahalar qishloqqa aniq kerak bo'ladi. Qishloqqa qilich ham kerak bo'ladi. Tekshirib ko'ramiz, yana bu tugmani bosish kerak. Tayyor askar. Endi qishloqqa raqib yaratish qoldi. Bu blokka mana bu komandani yozamiz. Endi har bitta redstone signaldan keyin zombi paydo bo'ladi. Faqat koordinatalarni sal almashtiramiz. Bu esa ular juda ham ko'p paydo bo'lishiga. Zombilar paydo bo'lishni boshladi, lekin bu juda ham ko'p shekilli. Porshani bunaqasiga almashtirish kerak. Shunda faqat tugmada turganda paydo bo'lishadi. Bu qotani tushgan shunchaki bu yerga sakrash kerak. Yana qishloqqa menimcha qilich bilan hech narsa qila olmaydi. Shuning uchun kalashnik solib qo'yamiz o'qlar bilan. Va yana boya aytganimdek, parraklarning vaqti yetib keldi. Oho, qishloqni qurgan narsalarni qaranglar. Bu yerda giper, puper, super ko'p darajada parrak bo'ladi. Endi redstone o'tkazish kerak va oxir oqibat redstonelar ham qo'yildi. Haqiqiy dahshat. Bu yerda kreativdan o'tish qiyin. Qishloq qanday qiladi bilmadim. Bashirga kelish kerak qishloqqa. Oxirgi boss bilan jang qilish uchun esa qishloqqa parolni topishga to'g'ri keladi. Parol 500 ming bo'ladi. Menimcha tushunib turibsiz, nega aynan 500 ming ekanligini. Joyni sal o'zgartirishga to'g'ri keldi. Hammayni tekshirib ko'ramiz. 500 ming va eshik ochiladi. Bunisi esa qishloqning aniq maqsadimiz esdan chiqib qolmasligi uchun. Bitta zarba bu yerga, ikkinchisi esa bu yerga va set duel. Boss uchun arenani yasash qoldi. Albatta butun xona temirdan bo'ladi. Bu yer temir qutiga o'xshab qolmasligi uchun ozgina dekoratsiya ham qo'shamiz albatta. Tayyor, endi unchalik ham bo'sh ko'rinmayapti. Bossni o'zini yaratish qoldi. Bu bola bo'lmaydi, bunisi ham bo'lmaydi, bu ham bo'lmaydi, bu ham to'xta.
to'xtanglar. Kaktus juda ham kreativ ko'rinyapti. Mayli shu bo'la qolsin, jonini 500 ta qilamiz, kuchini esa 2 baravarga oshiramiz. Olmos qilish berib. Bular esa qishloqiga oxirida sovg'a bo'ladi. Boss yutsa tushadi. Boss tayyor bo'ldi. Ha, qishloqni boss kaktus bo'lishini tasavvur ham qilmaydi. Xo'sh do'stlar, men o'z yerto'lamni qurib bo'ldim. Bu musobaqamiz juda ham muhim, eslatib o'taman. Yutqazgan kreativdan ayriladi. Shuning uchun g'olibni izohlarda yozib qoldiring. Kim kreativsiz qoladi, kim yaxshiroq tayyorlagan edi. Ye, bu olmos kirkami? Qarabaq, sen hech narsani ko'rmading. Bu yerto'laga tush. Yaxshi, vohma qilmasang-chi, lekin men baribir bu olmos kirkani olishim kerak-ku. Devoring toshdan bo'lib yotibdi. Ko'rib qoldik. Qo'lni sindirasan deb umid qilgandim. Menga afsus, orzuying amalga oshmadi. Bo'ldi ichkariga. Bu yana nimasi bo'ldi? Hozir ko'z oldimda tosh qaytadan tiklandimi? Bu hali boshlanishi mataloq. Bu devorda regeneratsiyasi bor, chunki seni yo'q ishlayapsan. Shunaqa degan, mayli, baribir o'tishga harakat qilaman. Shunchaki tezda ikkala blokni ham sindirib o'tib ketishga ulgurish kerak. Yengil emas, namuncha tez. Bu yoqqacha boshqatdan temir kirib berishim kerak edi senga. Mayli, bir marta kirdimmi, ikkinchi marta ham kiraman. Ana uni ko'ryapsan, mana buni. Men yana qayerdaman? Bu yana nimasi? Ketib qoldik. Qochoq shunaqalarni qanday qilasan, buzibsan uskunani. Bu yana nima bo'ldi? Temirmi? Xo'sh, men bitta temir bilan nima qilaman? O'sha yana bitta topdim. Namuncha rasvolasan ramkadan darsalarni. Xo'sh, endi bitta temir menga qanday yordam berishi mumkin? Yana bitta topib paqirlasa, water drop qilishim kerakmi shunda? Kalla nima uchun berilgan ishlar? Ha, bo'ldi, tushunarli. Qaychi yasash kerak? Qaychi orqali esa mana bu o'rgimchak to'rini olish kerak. Endi yana bir bor urinib ko'r. To'xta. Hozir men bu yerga tushganim bilan yana qaytib teleport bo'lmaymanmi axir? Lekin to'g'ri aytasan, shuni o'ylamaganimni qara. Obbo, endi nima qilasan? Menda bitta qo'ya bor. Pastga tushayotganda to'rni sindiraman. Tayyor endi bo'lsa, bo'ldi. Birinchi bosqichdan o'tib bunaqa xursand bo'lmay lekin. Tushunishim bo'yicha men bu yerdan chiqib ketish uchun mana bu yerga turishim kerak. Lekin bu yerda turganimda qandaysiga u yerga boraman. To'g'rimi? Redstone signali negadir past. Demak, oltin bloklarni kovlab shu yerga tashlash kerak. Va negadir lyuk ochilganini tovushini eshitmadim. Ochilmabdi. Bu xatomi? Yo'q, kallangni ishlat ozgina, kallang. Ha, tushunarli. Nega o'zi bu haqda boshida o'ylamadim oldin? Bularni maydalab keyin tashlash kerak edi. Shuni yo'l ochilishi kerak. Va yo'l ochilmadi. Ayku 30 past desam xafa bo'lasan yana. Ha, qishloqqa charchaganman shekilli. Butunlarni maydalash kerak edi-ku, xuddi oltin bloklarga o'xshab. Nega shu haqda birdaniga o'ylab qo'ya qolmadimmi? Wow, bular ajoyib ko'rinyapti. Yo'l esa ochildi va nihoyat. Ayku pastda mayli keyingi xonaga o't. Umid qilamanki bu yerda men ayku yana yetmaydi. Xo'sh, men tushunishim bo'yicha bu xonada mana bu redstone blokni mana bu yerdagi eshikkacha olib kelish kerak, to'g'rimi? Bilmadim, shunaqa bo'lish kerak. Yordamlar yo'q men tarafdan. Yordamlar shart ham emas. Mana shu yerga olib kelish kerak, aniq bo'ldi. Porsche bilan surishni boshladik. Bu yoqqa, u yoqqa va yana tortib oldik. Demak, tezda qilish kerak bu ishni. Endi nima qilish kerak? Qayoqqa qolib bu? Xo'p, bu bilan tortib olsa bo'ladi. Ajoyib. Men bunday bosh qotirmalarni juda ham yaxshi ko'raman va 1-2 deganda men olib kelib bo'ldim qishloqqa va eshik ochilishi o'rtaga sirib ketdi. Shunaqa bo'lish kerak edi. Bu